Do'stlar, assalomu alaykum. Samarqandda yana bir navbatdagi obyektimiz tugatilgan. Hozir sizlarga bu hovlimizni obzorini qilib beraman. Videoni ko'rish uchun obязательно bitta like ni bosib qo'ying do'stlar va kanalga obuna bo'lib qo'yishni eslaringizdan chiqarmanglar. Nimagaki yangidan yangi mana shunaqa qilingan obyektlarni bizning kanalimiz orqali kuzatib borishlaringiz mumkin. Xo'p do'stlar, bu yerga tushuntiraman sizlarga. Mana shunaqa bu yer fasadiga eron g'ishlari terilgan bu obyektimizni. G'ishimizni razmeri uzunligi 20, balandligi 5,5, qalinligi esa 2 sm. Bu primoylari. 1 kvadratiga bu g'ishimizdan 85 dona ketadi. Hozirgi kundagi narxi donasi 1450 so'm. Xo'p do'stlar, mana bu upakovkada bo'ladi, korobkada bo'ladi. Korobkasiga 60 ta dona g'ish ketadi. Undan tashqari deraza eshiklarining oldiga mana bunaqa ko'rib turganingizdek mana atkoslarni ko'rsangiz agar ham eshiklarning yoniga, ham tepada fortishkalarni ko'rsatsangiz agar mana shunaqa joylariga o'zining mana shunaqa spetsialniy uglovoy elementi bor. Mana shu uglovoy elementidan foydalangan. Bu uglovoy elementimizni 1 metriga 18 dona ketadi, 1 pogona metriga. Hozirgi kundagi narxi 3400 so'm. Ko'rib turganingizdek, mana shu polni primoylari terilgan joylar, deraza atkoslarining oldiga uglovoylari terilgan. Bu Samarqanddagi eng populyarniy g'ish desak ham bo'ladi. Skromniy variant, ko'pchilik bizlarga shunaqa terishadi. Ikkinchi g'ishimiz Samarqand g'ishti, uni ko'pchilik fason qilib teradi. Lekin skromniy, chiroyli tekst bo'ladigan desa agar, aslida shu mana shu eron g'ishlaridan teriladi. Undan tashqari mana shunaqa uglovoy elementlariga ustolarimiz tomonidan ozgina fason bilib terilgan. Ko'rib turganingizda bu ham bir noodatiy chiroyli chiqqan. Shu uglovoy elementi bilan fason qilib bu yerga ham bergan. Xo'p do'stlar, g'ishlarimiz ko'rib turganingizdek terilganiga hali ko'p bo'lmadi, shuncha hali qurgani yo'q, chunki bu g'ishlarimizning orqasiga rastvor zalivat bo'ladi. Rastvor qurigandan keyin g'ishlarimizni mana quyosh ko'rgandan keyin g'ishlarimiz o'z holiga qaytadi. Ya'ni rangi bir xil tip-tiniq bo'ladi hammasi. Agar fasadlaringizga shunaqa eron g'ishlaridan terdirmoqchi bo'lsangiz agar, bizlarda bu g'ishlar sotuvga mavjud. Pastga nomerlar qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Bu g'ishlarni O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz. Yetkazib berish alohida bo'ladi. Boshqa korobkalarga, upakovkalarga chiroyli qilib mashinalarga yuklab beramiz. Shofir bilan kelishib olib ketaverasiz. Agar siz uzoq safardan kuzatayotgan bo'lsangiz, pastga nomerlar qo'yamiz. Shu nomerlarimizda Telegram, WhatsAppimiz bor. Bemalol bizlarga SMS yozsangiz, Telegram, WhatsApp orqali sizga javob yozamiz va sizlarning viloyatlaringizga ham bu g'ishlarni yetkazib beramiz. Do'stlar, ko'rib turganingizdek, mana shunaqa skromni bitta chiroyli hovli, mayda bo'lsa ham, mana shunaqa juda ham chiroyli bir kompaktni chiqqan. Siz ham shunaqa terdirmoqchi bo'lsangiz agar, albatta biz bilan bog'laning. Biz mana shu g'ishlarni sizga yetkazib berishga yordam beramiz. Hammangizga rahmat. Video yoqqan bo'lsa, obязательно bitta like ni ayamasiz degan umiddaman.